Короче, o'rtoqlar. Yo'q, короче, Kamron. Biz hozir bilan bitta o'yin o'ynaymiz. 5 minut ichida mana shu stimolni ichidagi xohlagan narsangni menga podarka sifatida berishing kerak. Mana senga xuddi shunaqa, sana menga xuddi shunaqa. Faqat bu katta narsa bo'lsa, kichkina narsa bo'lsa ham. Yangi yil sovg'asimi? Ha, yangi sovg'asi bo'lishi kerak. Hop. 5 minutda. Sana menga podarka berasan? Ha. Bo'ldi. 1, 2, 3 ketdi. Bo'pti, Nabiy birinchi kela qolsin, xursand bo'ladi, hozir birinchi kelsin. Ha, bildim birinchi kelishimmi? Короче, endi ushtiganda sovg'alarimizdan chiqasan birinchi kunda. Birinchi san chiqadi. Zo'r narsa oldim deb. Sen nasıl xursand qiladi desam, topchi o'zim nima? Taxmin qil. Naski. Tada! Nima bu? Ya? Nima bu? Nimaligini bilmaysanmi? Bu aksessuardan yangi yil munosabati bilan yaqinlarni xursand qilish uchun zo'r sabab. Bu Koreya teri parvarish brendi bo'lib, quti ichida ikkita sehrli kremlar bor. Birinchisi ko'z atrofi uchun krem bo'lib, ko'z atrofidagi har xil shishlarni va ko'karishlarni yo'q qiladi. Ikkinchisi esa o'sha mashhur yuzdagi ugri izlarni va har xil dog'larni yo'q qiluvchi krem. Qisqa qilib aytganda, yangi yil uchun zo'r sovg'a. Rahmat, kattakon, pullaring ko'p bo'lib ketsin. Mana senga podarka. Nima bu? Ishlar zato yangi yil shukuhini bu chali hech nima bera olmaydi. Men o'zim senga yangi zo'r podarka beraman. Eng zo'ri shu. Last Christmas, I gave you my heart.